Bir odam bor edi qishloqda, hamma uni juda hurmat qilardi, hamma tanirdi va hamma uni yaxshi ko'rardi va bir ehtirom, hurmat bilan munosabat qilardi. Nima uchun unaqa edi? Chunki u odam aqlini tanigandan beri 40 yil deylik, 40 yildan beri birinchi safdan hech ajralmasdi. 40 yil har vaqt old safda, qishin yozin, sog'ligida, xastaligida, borida, yo'g'ida har doim birinchi safda. Yoshligida ham, yoshi o'tgandan keyin ham, azon aytilgandan keyin qishloqda birinchi bo'lib o'rnidan turib masjidga qarab yo'l oladigan odam u kishi edi. Hech ro'zani kanda qilgan emas, hech zakotni bermay qo'ygan emas, hajga ham borib kelgan. Hoji deb ehtirom bilan murojaat qilishadi. Ramazon oylarida xatmi Qur'on, hayitlarda birinchi tabrik uning uyidan boshlanadi.